Blogerlarga 200 dollar, 300 dollar pul berib reklama qildirgan pulimizni sizlarga o'tib beraman. Assalomu alaykum, bizni YouTube ijtimoiy tarmog'ida kuzatib turgan aziz yurtdoshlar. Bugungi obzorimiz ishxonadan bo'ladi. Hozirdaqa darvozamiz bo'ladi. Ishxonadan ham video qo'ying, ishonch bo'ladi degan holatda qilishganda, biz hech qanaqa bloger emasmiz, taniqli, boshqa toza mehnatkash, xalq ichidan chiqqan hunarmandmiz. Biz birinchi qo'l, hech qanaqa durban ish yo'q. İşlerimiz yoksa bize like bilan partikamizni rost qo'yib, darvoza temir ish bo'yicha bo'lgan qo'ygan qanchasini yuborib qo'ying. Bu darvozamiz tarafdor rasmiy yo'lga to'g'ri razmerda bo'lgan. Maksimal narxga yordam berishga harakat qiladigan operatorimiz. Darvoza, rishetka, barel, kazino, temir bo'yicha barcha mahsulotlar, kerak bo'lgan yaqin qarindoshingizga va boshqangizga ulashib qo'ying. Чтобы ular sifatli ish qanaqaligini bilasiz. Ular orqasidan sizlar ham zakaz berasizlar. Bitta like tugmasini bosib qo'ying, sizdan boshqa musofirdagi boshqa aktivitelar hamma uchun shu uyda yetib borishi uchun. Bu tayyor bo'lgan darvozamiz avtonom fasol. Aniq manzilni ayta olmayman. Daftar yaqindan aytishga, hozirga bazmlar yuzida tur. O'rgatib ishga, yer kasbga tarafdor orqasidan yana tarafdor keladi. Trendda umuman tushmayotgan fasol tarafdor bo'ladi. Toshkentga, Samarqand fasol Samarqandga, qilganini qarang akalar gapga. Bu Leblonka fasol yana yonmaydi. Yana tayyor bo'layotgan tarafdor. Yana esa tarafdor. Arada işten bo'lishni cho'ntak bor, qo'yiladigan qanday bo'lsa ishdan bo'lsa o'rnlar. Tashqaridan ishdan bo'lsa bor, atrofga tayyorlagan ikkita Samarqand kerak bir fasol darvozamiz bor. Xudo xolasi darvozani, temirni, qizig'i yo'q, temirdan nima yasash kerak bo'lsa qilib beramiz. Darvozani hayolingizdagi darvozani hayotga olib chiqib beradigan biz akalar. Xalqdagi istanglar, ishlaringizni chiroyli qilib beramiz. Biz birinchi qo'l hech qanaqa o'rta durbanchilik, pasiyatlik yo'q, toza mehnatkash, o'zimizni hunarmand, o'zimizni qo'ldan chiqaradigan mahsulotlar hammasi. Biz sizlar like bosib boshqalarga tarqatinglar, qancha inson ko'p ko'rsa, Omar obzor uchun uzr. Men zo'r videoga chiqib yurgan bloger emasman. Blogerlarga 200 dollar, 300 dollar pul berib reklama qildirgan pulimizni sizlarga o'tib beraman. Ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan живой biz obunachilarimiz yoki yangi ko'rib turgan muxlislar. Muxlislarni bezlab yoqolmay. Birga ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilar. Pastda raqam bo'ladi, aloqaga chiqaversa, Telegram, WhatsApp, Instagram hammasida to'g'ri, hammasi bor. Kimga qaysi biri qulay bo'lsa aloqaga chiqsanglar, ishlaringizni tez va sifatli qilib bitirib beramiz. Sog' bo'linglar.